Yutqazsam ustundan kulmayman, men bayes emasman. Takliflar har xil yerlardan bo'lgan. Aslida men bayes emasman. Bironta joyda, bironta videoda men bayesman, yolg'onchi bayesman yozgan joyim yo'q. O'zim ligam rivoji uchun kuchliroq soperning topib kalta yesam ham, yutqazsam ham qiziq emas, muhimi boshqa kasb egasi, ya'ni ikkalasi ham sport, lekin boshqa turlari. Shashka ham sport, hokkey ham sport, bu ham boks ham sport. Shuning uchun bodybuilder haqiqiy aytgandek kuchli bayes bilan tajribasi juda katta. Men yoshim 41da, uni yoshi 34da adashmasam. Tajriba ko'p, mana tajriba deyarli 0, lekin yoshlar faqat pasportda raqamligini dagazat qilib qo'ymoqchiman. Uraman, sashvoraman deya olmayman, chunki men hargiz bayes emasman. Bitta ular o'tqizsam dovdirab qolishim ham mumkin, lekin harakat qilamiz. Shuning uchun tinimsiz mana shu bolalar bilan mashg'ulot qilamiz. Ko'ramiz 2-moy Alpomish saroyda jang. Sport qilgan odam, har kuni mehnat qilgan odamdan hech qachon yomonlik chiqmaydi. Shuning uchun yaxshilar birlashamiz. Yutqazsam ustundan kulmayman, men bayes emasman. Harakat qilaman. Nima bo'lsa ham o'zbekimizni bir-birimizga podдержка qilishimiz kerak. Rahmat. Hammaga rahmat. Haddush.